Assalomu alaykum. Hurmatli meni kuzatib borayotgan obunachilarim va endigina kuzatib borayotgan yangi obunachilarim. Sizlar sog' salomatmisizlar? Tan joylar sog'mi? Eson-omonchilik bilan ro'zalarni tutib, mana Allohga beadad shukrkim, o'sha Ramazonni deyarli tutib bo'ldik. Men bugun Allohga beadad shukr Ramazonning 28-kunida turibmiz. Juma ayyomida. Barchalarni juma ayyomingiz muborak bo'lsin. Mana shu juma ayyomga va chiroyli kunlarga ukamiz Hotamjon hozirgi paytda finalni uyushtiribdi. Bilasizlar, proyekt qilgan. Bu proyektni juda qisqa vaqt ichida juda ham chiroyli tarzda bitkazib, juda ham ko'pchilik bu ukamni qo'llab-quvvatladi. Obunachi kam bo'lsa-da, lekin juda ham zo'r natijalarga erishdi. Bu oson emas. Hammasiga albatta sizlarni ko'maginglar. Baribir Hotamjonni obunachilar ham ko'rishayotgan. Chunki sarlavhadan kirib kelishinglar mumkin. Barchalarga rahmat, shunchalik qo'llab-quvvatlayapsizlar. Hozir men akamni kutyapman, ya'ni Musoxon aka. Musoxon akani ham taniganlar bo'lsa, o'z fikrlarini kommentariyada yozib qoldirasizlar. Ko'chalar mana juda ham yomg'ir. Hozirgi paytda juda ham yomg'ir bo'lyapti. Mana Musoxon aka o'zi chiqdilar. Assalomu alaykum. Kurtkani ham plyus dababga kiyyapsiz. Ziyon yo'q, ha. Orqaga tashab qo'yaverasiz. Chunki orqaga tashab qo'yamiz. orqaga tashab qo'yamiz. Akam bilan bir xil kiyim olganmiz. Bir xilimiz akamiz bilan. Ne bo'lsa ketdik-a? Ketdik. Akam bu juda ko'pchilik kuzatib turibdi, so'rashib qo'ydingizmi? Assalomu alaykum. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Shu Hotamjonni oldiga ketyapmiz. Bir aylam kelaylik. To'g'risi gap, bormoqchi emas edik-ku. Chunki ukam ozgina xafa qilib qo'ygandi. Kechana telefon qilib, aka tushunmovchilik bo'pti. Men sizni tushunmayman. Siz menga kelaman degandingiz. O'shaning uchun men tushunmayman. O'shaning uchun nima qilmayapman. Xullas tushunmovchilik bo'pti deb menga uzrchilikni aytdi. Mayli, nima bo'lganda ham borib qo'yaylik. Ne bo'lsa, yo'limizda sekin davom etamiz. Keyin qisqacha sizlarga yo'l yo'lakayni ham ko'rsatib o'tamiz. Xullas, hurmatli obunachilar, ko'rayotgan bo'lsanglar, prezddan o'tdik. Prezddan o'tgandan keyin mana shu tomonga qarab sekin yuriladi. Xo'p, sekin kirib kelyapmiz. Yo'l yo'lakayni olib o'tirmadik. Uje ya'ni Hotamtoyi proyektga kelyapmiz. Musoxon aka, sekin bag'ingni yo'lda men yuray. Mana shu tomon yo'lda olavering. Mana yo'l ketdi mana. O'rtadan sho'lab yetib keldik deyarli. Majerodan qaydandir buriladi. Kichkinagina joydan buriladi. Yo'q, emas. Keluvdim nima o'tgan safar. Kelgan joyimdan uni velosiped kirib ketgan joyimda kichkinagina bir ko'chacha edi. Uni edim. Xullasi yetib kelay dedik. Mana shu do'konni oldi. Mana proyektini ko'rsatib qo'yasiz. Asli mana shu yerda yashashgan. Hozir o'zi mana shilaka bloklarni qo'yib, Hotamjon nima qilib qo'yibdi? Mana yerda eski dorozalar bo'lardi. Eski dorozalar bo'lardi. Endi hozir yo'q o'zi. Mana bu yerdan burilamiz. Mana o'zi odamlar kelibdi o'zi. Finalni ko'rsating. Siz kamerani ko'rsating. Mana yo'lni to'sib qo'yishibdi menga. Nima qilamiz endi bu yerga? Qaq qo'yamiz. Hayronman, qaq qo'ysa bo'ladi. Nima deysiz? Finalda yomon emas. Tur. O'zi mana boshlanibmiz. Haji alla. Qanday finalga chiqdinglarmi? Ha? İsmi nima? Shohjahon. Shohjahon. Abdulbori. Faryozbek.
Ajoyib ismli ekan, gap yo'q. Ha, bu yoq o'zi boshlanib ketibdi. Assalomu alaykum. Hotamjonniki. Hozir akam obunachilari tuzilisizlar, charchamayapsizlarmi? Qanjoninglar sog'mi? Qanjonlaringiz soppa-sog' bo'lsinglar. Final xursandchilik kunda mana akam yonimda. Qanjoningiz sog' bo'lsin. Sizlarga akalarim iloyim ko'paysin. Ammo sizni o'rningiz boshqacha lekin. Asli kelmoqchi emasdi. O'zi so'kmoqchi emas. Mayli. Bugun xursandchilik kun. Keyin so'kasiz. Ha, keyin so'kaman. Keyin asta-odil o'tirib olib. Obunachilar, hali nima deydi? Barakali final bo'lyapti. Ramazon oyida juda chiroyli odamni qarang, masalaga. Yaxshi, zo'r. Bu ayvon uyni ichi to'la. To'la? Ha, rosa zo'r bo'libdi. Tomog'i yaxshimi? Sizcha yaxshi mas'ul endi eplayapman. Ha, endi iloji yo'q. Bugun ertalab o'tkazib olib, hozir qanday bo'lyapti? Hozir ertalab kunduzgi ayollarga, kechqurun iftorlik. Kechpayt iftorlikka erkaklarga, hozir ayollarga topshiramiz. Yaxshi, zo'r. Ne bo'lsa zo'r. Qalla Musoxon aka keling. Voyda! Endi billa kelsangiz bo'lmasmidi? Ha, tak ko'ramiz. Hozir ketdim. Bir qilib yuborishga, aylantirga bo'la. Ha, mamnun etdingsiz. Qanchalik sog'mi, charchalar. Aka-ukalar. Kecha manzarali yo'q, aniq kelishmasa kerak edi o'zi. Manzara yo'q ekan. Qanaqa ekanmiz-da? Oda. Yumsiz. Hozir qani soatda turibdi. Qadrdonlar, qanjonlar sog' bo'lsin, duo qilib qo'yinglar. Mana xursandchilik kunimda, og'ir kunlarimda yonimda turadigan akalarim borligidan xursandman to'g'risi. Bunday ko'rsam mana shu insonlarni mana. Qarang. Qanjonlar sog' bo'lsin. Bu odamni qara sig'may ekanmi? Obunachilar, sizlarga ham rahmat. Hozir kelib olishdi u oila ham, xudo xolasa, kuzatib tursanglar, nima qilamiz. Endi Mansur aka bitta gap. Obunachilar xafa bo'lsa ham, bo'lmasa ham to'g'risi. Qadrdonlar, shuncha mehnat qildik. 28 kun bo'ldi-da hozir. 24 kunda uy bitirildi. 28 kundan beri shetdamiz qadrdonlar. Biz 10 ming obunachi edik xolosda, 20 ming obunachi bilan boshlab, hozir mana 31 ming bo'ldi. Qadrdonlar, finalni kutyapti hamma. Final xudo xolasa bugun kechga 50 ming obunachi bo'lsak qo'yamiz. Ancha gap zo'r bo'ldi. Haqiqatan ham hozir 40 ming, 45 ming odam ko'ryapti. Kuniga shunaqa. Lekin ularga 45 ming obunachi yo'q. Endi mana shu videoni ko'rayotgan insonlar bittadan do'stiga tashlab obuna qilsa ham, yo uydagi bittadan boshqa telefonini obuna qilsa ham, bemalol masalaga ishonaman bo'lamiz 50 mingta. Mana shu bugun kechpayt 50 mingta bo'laylik, finalni birgalikda ko'ramiz. Hozir kelib qolishda ko'zlarini ikkita olib kiramiz. Kuzatinglar, sog' va salomat bo'linglar. Kuzatinglar.